Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi 500 dan ortiq she'rlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda O'zbekiston xalq artistlari tomonidan ajoyib qilib kuylangan shoir Shamsiddin Sadoiyning yonlariga suhbat uchun keldik. Assalomu alaykum Shamsiddin aka. Va alaykum assalom. Shamsiddin aka, sizni bundan biroz vaqt oldin betobligingiz va shifoxonada davolanganligingiz haqida xabarimiz bor. Davolanib hozir yana ijodga qaytdingiz. Shu haqida hozir gaplashsak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun meni yo'qlab kelibsizlar. Sizlarni Alloh yo'qlasin. Rahmat, tashakkur. Yaqinda davolanib keldim. Yuragim bezovta qilgandi. Yusufjon, mana shu yangi birlashingiz degan bir she'r yozdim. O'sha xastaxonada, больницада. Shu hozir ko'ngil ketdi, shuni o'qib bersam. Albatta, marhamat, eshitamiz. Bir dasturxon uzra 5 ta non bo'lasan. Bir daryodan suv ichgan jayron bo'lasan. O'zbek, tojik, turkman, qirg'iz, qozoq do'stim. Qoraqalpoq, orol do'stim, qalpoq do'stim. Biring quyosh, biring oy, osmon bo'lasan. Bir bo'stonni bulbullari birlashingiz. Turkistonni ildizlari birlashingiz. Mir Alisher Navoiyning navosi bor. Abay Chingiz Ajiniyoz sadosi bor. Maxtumquli Rudaki Mashrab bir tomon. Mulki Turonni Temurdek dahosi bor. Ko'kka yetgan ilfi urmon ziyosi bor. Ko'kka yetgan ilmi urfon ziyosi bor. Bir chinorning novdalari birlashingiz. Turkistonim daryolari birlashingiz. Dushanbelik, Ashqobodlik mehmonlarim, Ostona Bishkekdan kelgan karvonlarim, aziz do'stonlarim, doyu bovurlarim, ey nukuslik ulfati qadrdonlarim, shoshda muntazir sizga dasturxonlarim, bir qo'shiqning nolalari birlashingiz. Turkistonim lolalari birlashingiz. Bo'linganni baxti butun bo'lmagaydir. Ayrilganni ayiqlar yeb to'ymagaydir. Qo'l berganni Xudoyim ham qo'llagaydir. Qo'l berganlar oy quyoshga bo'ylagaydir. Bir bo'lsangiz Sadoyi ham o'lmagaydir. Bitta tog'ning burgutlari birlashingiz. Turkistonim buyuklari birlashingiz. Shamsiddin aka, yana mana shu xastalikdan so'ng ijodga qaytganingizdan juda ham mamnunmiz. Ko'pchilik muxlislaringiz sizni she'rlaringizni, ya'ni yangi ijodlaringizni albatta kutib turishibdi. Hozirgi kunda ijodlar qanday ketyapti? Baholi qudrat hozir ijod qilyapman. Mana shu Yozuvchilar uyushmasida saylanma kitobim nashrga tayyorlanmoqda. Undan oldin Buxoro shahrida, Buxoro viloyatida bir kitobim tayyorlanmoqda. Buxoro taronalari degan kitobim Buxoroda tayyorlanmoqda. Bu o'zimizda Yozuvchilar uyushmasida saylanma tayyorlanmoqda. Mana shu ikki kitobda baholi qudrat yangi yozgan she'rlarim, qo'shiqlarim yangi tarona bo'lib yangraydi. Hammasi kiritilgan. Xalqimga tuhfa ajoyib bir armag'on tuhfa bo'ladi deb o'ylayman. Ko'pchilik sizni yoshi kattalarimiz juda yaxshi bilishadi. She'rlaringizni ashula qilib aytganlarni ham juda ko'pchilik eshitgan va hozir sizni uncha yaxshi tanimagan yoshlarga aniqroq bilib olishlari uchun qancha kitoblaringiz chiqqan va qancha she'rlaringiz o'sha O'zbekiston xalq artistlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar tomonidan kuylangan, shu haqida gapirib bersangiz. Meni she'rlarimni qo'shiq qilib aytmagan artist kamdan kam O'zbekiston xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan artistlar, havaskorlar hammasi aytishyapti. Oldin aytgan, hozir ham aytishyapti. 500 dan ortiq she'rim qo'shiqqa aylangan, hatto Amerikada aytishyapti meni qo'shiqlarimni. Andi degan xonanda bor, Eronning xonandasi bilasiz. Izro Malakovlar bor o'zimizdan. Shular aytishyapti Amerikada. Davlating borda degan qo'shiqlarim. Andi 3 ta she'rimni tojikchaga, forschaga o'girib andi aytyapti. Bundan tashqari o'zimizda darg'alarimiz o'zbek san'atini namoyandalari, qo'shiqchilarimizdan
buyuk Bobomurod Hamdamov, buyuk O'rtoq Otajonov, Nuriddin Haydarov, hammasi ularni Xudo rahmat qilsin, yotgan joylari jannatlarini gul bog'idan bo'lsin ilohim. Juda ko'p qo'shiqlarimni maromiga yetkazib aytib o'tishdi. Hozirgi yoshlar aytishyapti. O'shalardan qolgan taronalarni, qo'shiqlarimni. G'ulomjon Yoqubov O'zbekiston xalq artisti, Yulduz Usmonova, yoshlarda mana Sardor Mamadaliyev, G'iyos Boytoyev, Ravshan Komilovlar, Dildora Niyozovalar aytishyapti. Baholi Qudrat, Ozodbek Nazarbekov. Mana Ozodbek bilan ijodimiz 30 yil oldin boshlangan ijodiy hamkorligimiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti Karimov davrida mustaqillik Navro'z bayramlarida mani qo'shig'im bilan yakunlovchi bosqichda mani qo'shig'im bilan tugatar edi. Ey gul yuzim qo'shig'im bilan Ozodbek. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rmoqdamizki, hozir o'sha yosh xonandalar tomonidan, ba'zi xonandalar tomonidan sizni o'sha she'rlaringizni sizni mualliflik ruxsatingizsiz va o'zgarishlar bilan aytayotgani ko'plab muhokamalarga, noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Siz o'zingiz fikringiz qanday mana shu sizni she'rlaringizni buzib kuylayotgan xonandalar haqida? Yusufjon, guruch kurmaksiz bo'lmas ekan asl dunyoda. Mana shu qo'shiqlarimni buzib, telba teskari qilib o'zidan gap qo'shib, so'z qo'shib o'zidan bachkana so'zlarni qo'shib o'zgartirib aytgan xonandalarni mana birinchisi hozir Amerikada yuribdi. Otabek Madrahimov degan o'z nomi bilan artist. Mani davlating borida she'rimni Nuriddin Haydarov aytgan qo'shiqdi. Mani o'zim yozganman deb hatto bu she'rni o'zini yozganga chiqarib, buzib, telba teskari qilib, bachkana so'zlarni qo'shib aytgan. U o'sha Amerikada necha bor murojaat qildik. Uni onasiga huzuriga bordim men. Adoda raqsdan dars berar ekan Ziyoda Madrahimova. Onasi o'g'lim uchun sizdan men kechirim so'rayman, Sadoy aka dedi. Men yetkizaman o'g'limga, kechirim so'rab chiqadi dedi. O'shandan buyon kechirim so'rash u yoqda tursin. Qo'ng'iroqlarimga javob bermaydi. Biz ham uni tagiga yetamiz, albatta qonun oldida javob beradi. Yana ikkinchisi Botir Qodirov degan bir havaskor chiqib o'sha 3 ta she'rimni, qo'shiq bo'lgan 3 ta she'rimni buzib, telba teskari qilib o'zicha qo'shiq qilib aytib yuribdi. Uni necha marta kelib men bilan shartnoma ham tuzgan yo'q. Mualliflik huquqi bo'yicha shartnoma tuzish kerak. Shartnoma tuzish u yoqda tursin. Mani qo'ng'iroqlarimga javob bermadi. Men haqimda 2 soatlik Tolibjon Isroilov ko'rsatuv o'qiganda mahalla kanalida barcha mani she'rimni qo'shiq qilgan xonandalarni chaqirdik, kelishdi. G'ulomjon Yoqubovdan tortib boshqa hamma yoshlargacha Xorazmlardan kelishdi. Karimboy Rahmonovlargacha kelishdi, barchasi kelishdi. Lekin buni chaqirsak, men Shamsiddin Sadoyni she'rida aytganim yo'q deb prodyuser bilan javob berib o'rtdi. Nuriddin Haydarov aytgan she'rni men berganim yo'q bunga. Buzib, she'rni buzib. Keyin biz ham uni nimaga berdik? Sudga berdik. Qochib yuribdi suddan. Suddan qochib yuribdi. O'zicha men 1 million bilan, 3 million bilan sudni o'zimni foydamga hal qilaman degan. Lekin ko'ramiz buni, oxiri nima bo'ladi? Qani kimni hal qilar ekan ishini? Haqiqat yuzaga chiqar ekanmi? Yo shunga o'xshagan lutli ovozlarni gapi bo'yicha dunyo ketaverar ekanmi yo'lidan? Biz buni oxiriga yetamiz. Mana advokatlarim bor, ishonchli vakilim bor, 2 ta advokatim bor.
Biza buni oxirigacha oliy sudgacha chiqamiz. Oliy sud ham natija ko'rsatmasa, xalqaro sudga chiqaman buni orqasidan. Xo'p, Shamsiddin aka, ijtimoiy tarmoqlarda shunday xabarlar tarqaldiki, Botir Qodirov o'sha sizni she'rlaringizni buzib aytgani uchun sudda joriy yilning 21-iyun kunida sud unga nisbatan sizning foydangizga 132 million so'm to'lab berishi haqida qaror qabul qilgan. Ana shu sud qaroridan keyin Botir Qodirovning aynan o'zi kelib, sizdan xabar oldimi? Ya'ni sizni she'rlaringizni buzganidan tan olib, sizning yoningizga keldimi? Bu hech qachon meni yonimga kelmadi. Hol so'rab ham kelmadi. Men 3 oylab больницада yotdim. 132 million bo'yniga qo'yilgan tovon pulini ham to'lamaslik uchun hozirgacha ham mana hozir noyabr oyi, iyun oyida sud bo'lgan bo'lsa, hozir noyabr oyi. Sud apellyatsiya berib, qochib yurib. Bundan tashqari meni o'sha davlating borida she'rimni o'zicha o'zgartirgan, jinoyat sodir qilgan, o'zgartirib. Men sadoyini yodgor senga bu qabrim, sadoyidan yodgor senga bu qabrim deb yozilgan asl nusxada meni she'rimni bu sadoyidan yodgor senga bu qo'shiq deb o'zgartirgan. Mana shu uchun ham javob bermay qochib yuribdi bu. Buni xayolida, buni aytishi bo'yicha bu xonandani qo'shgan so'zi ham hisobga o'tarmish. Buni nazdicha endi. Demak, bu mualliflik huquqining buzilishiga sabab bo'lmasmish uning aytishicha. Uni aytishicha. Bu mualliflik huquqini 100% buzilishi aynan o'zi-ku bu. Mana so'zimni sadoyidan yodgor senga bu qabrim degan so'zimni qo'shiq deb o'zgartirishga kim unga huquq berdi? Kim? Mana shu nimaga javob berish kerak bu? Jinoyat bu. Bu xato ham emas, jinoyatga kiradi bu. Lekin Botir Qodirov mana shu sudda o'z aybiga iqror bo'lib tan olgandan keyin ham nimani isbotlash uchun bu qayta-qayta apellyatsiya, kassatsiya, shikoyat arizalarini berib kelmoqda. Bu sizni sarson qilishmi yoki buni tagida boshqa maqsadlar bormi? Yusufjon, avvalo bu meni sarson qilish, bir tomondan meni sarson qilish, ikkinchi tomondan haqiqat baribir yuzaga chiqadi. Iloji boricha bu haqiqatdan shu haqiqatni sakrab o'tmoqchi bo'lyapti haqiqat ustidan. Lekin shu paytgacha zamonlar, makonlar o'tgan bizagacha ham. Qancha zamon, makonlar o'tgan, hech kim haqiqat ustidan sakrab o'tib keta olmagan. Oxir oqibat tumshug'idan ilingan. Bu bir kun javob beradi, javob berishi yaqin. Agar javob bermasa, bu O'zbekistonda bu javob bermay sakrab yuraversa haqiqat ustidan, men xalqaro Gaga sudigacha chiqaman. Meni so'nggi so'zim shu sizlarga. Yusufjon ba'zi bir o'zini bilmaykan, dunyoni bilmaykan, mana havaskor artistchalar gap qilib chiqishibdi-ku. Shamsiddin Sadoyini uyi bo'lgan, lekin ichkilik tufayli uyini sotib yuborgan degan gaplar bo'lgan, yolg'ondan. Birinchidan meni uyim hali uy olganim yo'qman. Yo'q, uyni sotib bo'lmaydi. Ikkinchidan men ichkilikni tashlaganimga 16 yil bo'ldi, Yusufjon. Men Karmanada tashlaganimni bir voqea bu. Shuni aytib beray qisqacha qilib. Karmanada bir to'yxonani egasi Ro'zbiy onaxonimni to'yxonasida o'sha kecha qolib ketdim o'sha yerda. To'yini o'tkazib. To'yxonasi bor, ona bola tutinganmizda. Hozir ham Karmanada umrlari uzoq bo'lsin. 100 yoshga yaqinlashyaptilar. Ilohim 150larga kirsinlar. Shu ayolni uyida men ichkilik tashlab ketganman, to'yxonasida. Tong chog'i uyg'onsam, tur o'rningdan degan bir nido keldi. Qo'rqib uyg'onib ketdim. O'rnimdan turib qolsam hech kim yo'q, kravatda yotibman. 7 qavat ko'rpacha tashlab meni yotqizib qo'yishgan. Lekin o'sha kechga ichkilik bo'lgan. Uni tan olaman. Keyin qarang, yoz degan nido keldi. G'ira-shira tong o'tyapti. Hech kim yo'q atrofimda. Kravatda bir o'zim yotibman. Papkam yonimda turibdi. Papkamni ochib ruchka qalamni oldim. O'zi quyilib keldi yuragimga. Qarang, mana 4 qator o'zi. 45imda yuragimni podsho qildim. Tavba degan ko'z yoshimdan insho qildim. May qadaqni toshga urdim. Toshni boshga, boshni esa joy namozga oshno qildim.
Mana shu to'rtlikni yozib olib daftarda ichiga soldim, boshqa nido kelmadi. Boshqa gapirmadi hech kim. Men qaytib yana uxlab qoldim. Chunki hali vaqtli edi. Hatto bomdod namozini o'qishgacha ham 1 soat bor edi hali. Uxlab qolib ertalab uyg'ondim. Haligi onaxonimiz keldilar. Choy ichib o'tirgan payt, o'g'lim nima bo'ldi? Tinch uxladingmi? Men aytdim, onajon, ana shu voqea bo'ldi, shunday bo'ldi. Tong chog'i bir kishi uyg'otdi meni. Yoz deb 4 qator qalbimga quydi, 4 qator she'r yozdim deb o'qib berdim. Yig'lavordi shu ayol. Shu ayol uvoz solib yig'lavordi. Bolajonim senga Allohning nimasi yetibdi deb. Men endi shundan keyin ichkilik tashladim. Sigaretam chekardim, ichardim ham. Hammasini bir yo'la tashladim. Mana 16 yil bo'ldi. Bu nima uchun buni aytdim ko'nglimdan uchun. Ba'zi bir g'alamcha gapirib chiqib, men haqimda yolg'on tuhmatlar chiqargani uchun shularga javob bo'lsin deb gapirdim. Rahmat. Davlat rahbari tomonidan mualliflik huquqini himoya qilish to'g'risida bir nechta qonunlarda belgilab, himoyalab qo'yilishiga qaramasdan, bu biz adolatli deb o'ylaydigan sudyalarimiz shunchaki bu holatlarni ko'rmay o'tib ketyaptimi yoki ko'rsa ham bu yerda boshqa qanaqadir shaxsiy manfaatlar yotibdimi? Bilamizki, biz avval ham mana shu Shamsiddin Sadoiy she'rlarini ba'zi xonandalar tomonidan buzib kuylangani haqida va bu ish ham Qashqadaryo viloyati sudlarida ko'rib chiqilganini bilamiz va bu yerda ham Qashqadaryo viloyat sudlari, sudyalari shunchaki holatni bu yerda hech qanaqa qonun buzilishi yo'q deb aytib, ko'zini shunchaki yumib qo'yib, hech bo'lmaganda o'sha mualliflik huquqidan foydalanganligi uchun va mana shu huquqlarni buzganligi uchun javobgarlik belgilamasdan bor yo'g'i arzimagan bazaviy hisoblash miqdorining bir necha baravarlarini belgilab qo'ygan. Bu sudyalar shunchalik bilimsizmi? Yoki bu yerda boshqa narsa yotibdimi? Aynan Shamsiddin aka, mana shu sudlarda bo'layotgan holatlar, sizni mualliflik huquqingizni buzilishi, sudyalardan siz qanchalik rozisiz va mana shu chiqarayotgan hukmlari sizni qoniqtiryaptimi? Misol uchun, mana Qashqadaryo viloyatidagi xonandalardan Umrzoq Quvvatov, Oybek Quvvatov, Behzod Haqqiyev degani shu 3 ta xonanda meni she'rlarimni o'ta qo'pol ravishda buzib, mendan ruxsat so'ramay, birinchidan men bilan shartnoma tuzmay, mendan ruxsat so'ramay, qo'pol ravishda buzib aytgani uchun biza sudlashdik. Ya'ni arzimagan bir tovon puli chiqazishdik-ku, kulgulik. Bu tovon pulini eshitsa 7 yashar bola ham kulgidan o'zini tiya olmaydi. Mana bizani saviyasi, bizani sudlarni saviyasiga qarang. Ana shunga bu alohida masala, mavzu. Hali bunga qaytamiz. Biz qayta boshladan sudni boshlaymiz. To haqiqat qaror topguncha biz tinib tinchimaymiz. 500 dan ortiq she'rlaringiz barcha taniydigan xalq artistlari tomonidan kuylangan bo'lishiga qaramasdan, sizni o'sha 8 dan ortiq kitoblaringiz chop etilishiga qaramasdan, sizga hech qanaqa unvon berilmagani, sizni e'tirof etilmagani bizni ajablantirib turibdi va suhbat boshida ham so'rashga sal iymanib turdim. Shu haqida nima deysiz o'zingiz? Endi Yusufjon, bu haqda nima deyishim mumkin? Buyuk shoirlarimizdan biri Omonmatjon yozib ketgandek, meni kimligimni el bilsa bo'ldi degan oltin satrlarga rioya qilgan holda ijodni bardavom qilib yuribmiz. Mana yaqinda bu savolingizga avvalambor javob berish menga noqulay. Ikkinchidan, bu savolni men emas, boshqalar o'ylashi kerak. Uchinchidan, men yaqinda mana Alloh sog'lik salomatligimni qayta tiklab berdi. Men shu nuqtai nazardan yana ijodga qaytdim. Xursand bo'lib yaqinda vatan haqida bir she'r yozdim. Qo'ying u mayda chuyda gaplardan bir vatan haqidagi bir she'rni tinglagan menimcha yaxshiroq. Ona xalqimga, meni muxlislarimga mana shu she'rimni o'qib bersam, ruxsatingiz bilan. Faqat bera ko'rmang O'zbekistonni. Dunyo so'raganga dunyoni bering. Jon desa beringlar mayli bu jonni. Oshiq bo'lganlarga gul va yo'l bering. Faqat bera ko'rmang
O'zbekistonni. Yulduz so'raganga yulduzni bering. Osmon so'raganga bering osmonni. Yiqilgan kimsani suyab qo'l bering. Faqat bera ko'rmang O'zbekistonni. Ko'zi yoshlilarga malham beringlar. Mayliga beringlar eng so'nggi nonni. Dog'li yuraklarga darmon beringlar. Faqat bera ko'rmang O'zbekistonni. Ona tilingizni bermanglar aslo. Ko'zga surma aylang bu Turkistonni. Sadoiy bosh egib aylagay insho. Faqat bera ko'rmang O'zbekistonni. Ajoyib satrlar. Rahmat. Ko'rib turibsiz azizlar, mana shunday buyuk shoirlarimiz borki, kamtarlik hissi bularda shunday barqaror turibdi. Ya'ni hech qanaqa e'tirof, hech qanaqa unvon talab etmasdan biz faqat unvon uchun emas, xalq uchun, xalqni xursand qilish uchun mana shunday ijodlarni taqdim etaveramiz degan gaplarni aytib o'tmoqdalar. O'z davrida she'rlarni qo'shiq qilib kuylashni orzu qilgan minglab xonandalar, minglab qo'shiqchilar bo'lgan. Va hozirgi kunda aynan mana shu mashhur kamtar va el taniydigan Shamsiddin Sadoiyning huquqlari poymol bo'layotgani bizni ajablantirmoqda. Ba'zi qo'pol she'rlarni yozib, uni o'zicha yaxshi ashula deb xirgoyi qilayotgan va o'sha shoirlarning she'rlari ko'klarga ko'tarilayotgan bir paytda bunday tarixiy Shamsiddin Sadoiyning bir chetda qolib ketishi g'alati emasmi? Shamsiddin aka, mana hozirgi kunda sizni ortingizdan yetishib kelayotgan yosh shoirlarga nasihatlaringiz. Hozirgi mana zamonda bizning avlodlarimiz, bizdan keyingi mana shogirdlarimiz ichida bir ajoyib she'riyat nima karvoni bilan kelayotgan ajoyib yoshlar bor. Ko'p ular, ko'z tegmasin. Mana bularga nasihatim, hech qachon yolg'on gapirmasinlar. Hech qachon birovni yozgan she'ridan ko'chirmakashlik qilmasinlar. Hech qachon o'zim mana bu she'rni o'zim yozdim deb birovni she'riga egalik qilmasinlar. Nimaiki qalbida bo'lsa, Alloh bergan bo'lsa, nimaiki iqtidor qilib Allohdan berilgan bo'lsa, o'shani namoyon qilsin. Xalqni o'zi biladi, xalq ajratib olib biladi. Mani kimligimni xalq bilsa bo'ldi deganda, xalq o'zi yomonini, yaxshisini ajratib oladi. Yoshlarga nasihatim shuki, hech qachon orqaga qaytmasinlar, hech narsadan qo'rqmasinlar. Aspekt 24 jamoasi mana shu mavzular yuzasidan o'z munozaralarimizni, o'z fikrlarimizni va video lavhalarimizni joylashda davom etamiz va sud jarayonlarini ham sizlarga birma-bir namoyish etib boramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi suhbatdoshimiz xalqning mehrini qozongan, xalqni qalbidan chuqur o'rin egallagan afsonaviy shoir davron Shamsiddin aka Sadoiy bo'ldilar. Shamsiddin aka, rahmat bugungi suhbat uchun. Rahmat. Kelganlaringiz uchun rahmat. Xush ko'rdik. Mana shu suhbatimizni kamtarona bo'lsa ham shuncha mehnat vaqtlaringizni ayab kelganlaringiz uchun, elga yetkazganlaringiz uchun, yetkazish uchun qilayotgan sa'y harakatlaringizga tashakkurlar bo'lsin. Hech qachon charchamanglar el xizmatida. Alloh o'zi ajrini bersin, ajr savobini Allohdan bersin. Martabalaringiz bundan ulug' bo'lsin. Rahmat. Zamonlar, makonlar o'tgan bizagacha ham. Qancha zamon, makonlar o'tgan, hech kim haqiqat ustidan sakrab o'tib keta olmagan. Oxir oqibat tumshug'idan ilingan.